Shalom. אתה יודע עברית? לא עברית? Ты меня помнишь? Таджик. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תראו לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור. כי ציוויה ש"ס אני... שואב, הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה מסרט, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוכרי, אתה עוד תראה. יניס בוכרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. Assalomu alaykum Samarqandiyo, nazli shmo, tinchmi, sog' salomatmi. Selena go'shka istomi, ame chotkimi? Natarsit on zikra shayton, работа Израилямja. Disitomi mana. Bismillah, amma guleksa. Kallamush birim amma guleksa. Ana. Ko'chada hech kim emas. Selena, sarshud, Samarqandiyo. Ki xursand shuysiz, kommentariya naysiton. Ki tarsiz, kommentariya. Davay, go. Uydagalaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Tezkor xabar. Isroilda O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik muhojir erkak raketa ogohlantirish paytida suratga olingan videosi tarqalib ketgandi. Mazkur hodisadan so'ng erkak Isroil politsiyasi tomonidan hibsga olingani aks etgan video ham tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha kun avval o'zbekistonlik muhojir erkak ogohlantirish signali yangragan paytda panoh joylarga yugurayotganlarni videoga olgan. Videoda u mana hech kim qolmadi, kalamshular qochib ketdi, hech kim yo'q deb aytgan. Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ko'plab isroilliklarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, erkakni buxorolik san'atkor Abihen ko'chada tanib qolib, huquq-tartibot organlariga xabar bergan va ko'p o'tmay politsiya yetib kelib, erkakni so'roq qilish uchun hibsga olgan. O'zbekistonlik erkak bu ayblovni rad etib, video o'zining tanishlariga qaratilganini aytgan. Uning aytishicha, ogohlantirish paytida tanishlari uni yolg'iz qoldirib, bomba panohga qochgani uchun, shu uchun hazil tariqasida olgani va videoning bu qadar keng tarqalishini kutmagan. Mazkur holat bo'yicha tergov ishlari olib borilmoqda. Marhamat, batafsil videoni tomosha qilishingiz mumkin. שנייה אחי, שנייה כפרה. אתה קב"ט? רק רגע אחי. מה זה אדבוקט? מה הוא אומר? הוא רוצה עורך דין. פסול אוזבקיסטן. עורך דין הוא יקבל. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר שהשגריר אוזבקיסטן בעניינים. נשמה, לא יעזור לך, אפילו אלוהים לא יעזור לך עכשיו. בעניינים? שהוא אומר שגריר אוזבקיסטן בעניינים. תוריד את הידיים. Ты хочешь что-то сказать? עצור. ביי. כן, אני שם.